Kvartira o'rniga mini kottej olish sizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum azizlar. Bu xonadonimizda kottej Yakkasaroyda joylashgan, Salomatinada 1-2 sotuvga joylashgan, juda ham kompaktni 4 ta urindan iborat. Ma'lumot narxlarda sekinda astalik bilan aytib o'taman. Kirganimizda kattagina zalimiz bu yoqda mehki stol zonamiz, bu yoqda mehki zonamizda joylashgan. Televizor, uyimizda komplektovniy, hamma narsa tayyor, mebel texnikalar bilan jihozlangan, yashashga tayyor holatda. Kirgan qismimiz mana bitta, hovli qismidan ko'cha qismini hozir oxirida bitta ko'rsatib o'taman azizlar. Kirganimizda mana biz zinali zonamizda bu bitta polnisini hammasi yog'ochdan qilingan, juda ham sifatli qilingan. Kelinglar. Bu yoqda esa birinchi sanuzilimiz. Общий umumiy 6 ta xonamiz bor. 4 ta sanuzildan iborat. Oshxonani kattaligini qarangizlar. Agar oshxonamizga yoqsa bitta lachani qizartirib, bu do'stlaringizga maksimalni tarqatib qo'yasiz degan umiddaman. Qarang, polniy texnikalar bilan jihozlangan, 6 talik zona qilingan o'tiradigan, bu bemalol oila katta bo'lsa, kattalashtirsangiz ham bo'ladi va bu yoqda orqa mini hovlimiz ham bor. Orqa hovlimizni bilasizmi? Bu yerda xohlagan narsani qilsangiz bo'ladi. Shashlik, barbekyu zona qilib olsangiz bo'ladi bu yerda. Yoki tapchan qo'yib o'tirsangiz bo'ladi. Shashliklar qilib, maza qilib oilaviy yozib bastiya qo'yib olsangiz ham bo'ladi azizlar. Hurmatli obunachilar, bu yoqdan podvalga tushamiz. Podvalni oxirida ko'rsataman. Podvalimizga bemalol 3 ta gabaritli mashina bemalol siqadi. Tupli pollar qilingan, issiqina turadi. Hozirgi kvartiralar ham, katta kvartiralar ham qimmat narxlari. Undan yaxshi buni olganingizga ham menimcha yetmaydi, chunki 4 ta urindan iborat. Azizlar, bilasizlarmi? Bu uyimizning eng plyus tomoni nimada yana bitta? Bu uyimizda quyosh batareya bor. Quyosh tushgandan keyin sizda svet hech qachon o'chmaydi. Qishin yozda sizda svet bo'ladi hamisha. Bu spalnimiz, spalnimizga ham qarang, chiroyliligiga qarang. Dizayn interyeri juda ham zo'r ishlagan bu xonadonimizda. O'zining bu yoqda sanuzili bor. Bu yoqda garderob. Hamma narsa tayyor holatda. Faqat sizni kutib turibdi. Plyus tayyor bo'lsa, uyimizni zo'r narxda qilib beramiz inshaalloh. Maza qilib oilaviy yashaysiz. O'zi bu yerda 3 ta edi, bitta qoldi, mana shunisi qoldi. Qolgani sotilib bo'ldi. Bu общий sanuzil. Olgan odamlar ham maza qilib yashayapti, xursand. Inshaalloh siz ham olsangiz xursand bo'lasiz. Bu detishga xonamizni ko'ryapsizlar. Даже igrushkalar ham bir chiroyli igrushkalar qilib qo'yishgan. Stroyni shkaflari bor bu yerda. Bu yoqda esa yana bitta bolalar joyi. Lokatsiya Yakkasaroy zo'r joyda joylashgan, juda ham spokojniy joy. Endi 3-etajni ko'ramiz. Kelinglar. Lekin haqiqatan idealniy. Hozir uchastkalar ham palon pul turadi. Buni narxi juda ham zo'r narxda, qarang. Bu joyi xohlasangiz spalni, xohlasangiz игровой zona qilsangiz bo'ladi. O'zingizda didingizga, talabingizga mos, xohishingizga mos narsa qilib qo'ysangiz bo'ladi azizlar. Uyimizda umumiy maydoni 375 kvadratni tashkil qiladi. Bu общий sanuzil yana bitta. Xo'p, bu spalnimiz. Mana bu joyga e'tibor bering. Endi bilan yopib, dekorni qilib, orqasiga shkafni zona qilinganda va mana bu joyga ayollarimiz uchun maxsus oynali zona qilib qo'yishgan. Juda ham zo'r o'ylangan, puxta o'ylangan har bitta detallari va o'zining o'tda ham sanuzili bor. Bu yoqda esa garderobni xonamiz va mana bu yoqda ana tillo-millo, soat-poatlar bo'ladi, shunaqalarda joylab qo'yadigan joy ham qilib qo'yishgan azizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, почти hamma narsani maksimalni aytib o'tdim. Ko'chamizni ham hozir bitta ko'rsatib chiqaman-da va narxini oxirida aytib o'taman. Kutib turasizlar, qani ketdi. Hurmatli obunachilar, bu fasad qismimizda bo'ladi, qarang, amerikanskiy stilda qilingan, juda ham did bilan qilingan, dizayn juda ham zo'r. Quyosh batareya aytganimdek bor o'tda, bemalol svet o'chmaydi sizda. Qo'shnimizda o'zi uy sotildi. Juda ham zo'r insonlar olishibdi uyda. Hali ichadi, u yog'incha qo'shni ol deshadi, siz ham olsangiz xudo xolasa qo'shni bilan baraka topib maza qilib yashaysiz. Mana bu joydan pozitivniy parkovka, как uyimizni yerto'lasi 3 ta mashina bemalol siqadi azizlar. Xo'p.
uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 380 ming dollar so'rayapmiz. Agar sizda naqd bo'lsa, uyimizni xudo xolasa chiroyli narxda olib berishga harakat qilamiz. Shunaqangi chiroyli kottejlar qarab yurgan yaqinlaring bo'lsa, ularga yuborib qo'yishib, esdan chiqib qolmasin. Hammalaringizni yaxshi ko'raman, jonlaringiz sog' bo'lsin, har kunlaringiz omadli va barakotli bo'lsin. Ko'rishganda ko'rishguncha xayr.